Chiroqchi tumaniga hokim bo'lib kelgan Ravshan Kamolov degan odam bor edi. Bir qancha yaxshi ishlarni qilib ketdi, Chiroqchimizni obod qildi, baraka topsin. Undan oldin ham, undan keyin ham hokimlar bo'lgan. Endi ancha yaxshi ishlar qilgandir, biz bilmaymiz, lekin ismlari yodimizga ham yo'q. Hozir shu odamni eslab bir she'r yozdim. Endi bu yaqinda kechadan oldin kuni yozib chiqardik bu she'rni. Chiroqchimdan Qo'riq soygacha kilometr 45 dan oshiq, shu yo'l aro na bor soyabon, yotib choyni ho'playdi boshliq. Uyg'ongin sen ko'zing ochsangchi, turibdi-ku bir galay yumush, noming qolsin xalq orasida, boshga kelib nima qilding ish? Parkka qara bozorga, sening bilan mansabi bitta, edi o'sha go'zal insonni, yo'l yuziga daraxtni ektir chinor yoki tut daraxt, obod qilgin bir chiroyli joy, soyasidan bahramand inson, seni eslar ko'plar haynahoy. Yozmoqchi edim talatub so'zlar, yo'lga qarab boshim aylandi, yo'l ko'rmagan notavon nechun bizni elga kelib saylandi. Men azamat shoir o'g'lingman, Ravshan Kamolovday hokim ber, Chiroqchimni obod qilgan u, shu insonga bag'ishladim she'r.